Ayol umr chirog'i, nur sochib dunyoga kelgansiz. Mehr daryosi ichirasiz, dur sochib dunyoga kelgansiz. Ayol bu poklikdan yaralgan navo, bir qo'lida beshigu, birida dunyo. Aziz opa-singillar, bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli va mo'tabar opa-singillarimiz, hurmatli ustozlarimiz. Kirib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, oilalaringga tinchlik, xursandchilik, baraka tilayman. Doimo sog' bo'linglar. Aziz maktabimiz ayollari, bayram bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar, doim kulib yuringlar. Rahmat. Поздравляю наших дорогих дам с Международным женским днем. Желаю здоровья, счастья и успехов. Assalomu alaykum aziz ayollar, xonim va xonumalar. Sizni ushbu kirib kelayotgan bahoriy bayram 8-mart bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog' salomatlik, oilaviy baxt va kelajakda shunday bahoriy gullarga o'xshab doim ochilib yurishini tilakdoshman. Rahmat. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku, kulib jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni oladi jilmayib. Kirib kelayotgan 8-mart bilan barchalaringni, barcha ayollarimizni samimiy tabriklayman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qadrli ustozlar, 8-mart bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga sog' salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga rivoj tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli qadr-baland ustozlarimiz. Bayramlaring muborak bo'lsin. Aziz va muhtarama ayollar, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar hayotimizga mehr, muhabbat va cheksiz quvonch olib kira olgan insonsizlar. Onalik mehringiz, sadoqatingiz, muhabbatingiz sababli hayotimiz nurli va nurafshon. Sizlarga bitmas tuganmas baxt va nurli kelajak. Yuzingizga esa doimo iliq tabassum tilab qolaman. Assalomu alaykum aziz va munis ayollarimiz va go'zal qizlarimiz. Barchangizni muhabbat, latofat va go'zallik bayrami 8-mart bilan barchangizni tabriklayman. Maqtasak yuzlarim oy deymiz. Ko'zlarim yulduzga tenglaymiz, o'xshashin osmondan izlaymiz, yo oydan tushganmi ayol. Hurmatli takrorlanmas betakror ustozlarimiz, sizni kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo baxt va omad, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Siz bizning onamizsiz. Siz bizning singlimizsiz. Siz bizning opamizsiz. Sizlar bizning eng to'g'ri tanlovimizsiz. 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hurmatli maktabimiz ustozlari, sizlarni 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. 8-mart muborak bo'lsin. Bahor kabi go'zal kayfiyat, cheksiz baxt va sog'lik tilayman hammaga. Aziz ayol ustozlar, sizga 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni muborak bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, cheksiz sabr, hayotingizda doimo bahor bo'lishini tilaymiz. Siz sabr bilan bilim ekasiz. Vaqt o'tib esa bu kamol topgan inson, yetuk shaxs bo'lib o'nadi. Barcha shogirdlaringiz ortida sizning fidoyiligingiz, mehringiz hamda mas'uliyatingiz mujassamdir. Barchangizga mustahkam sog'lik, shogirdlar e'tirofi, kasbiy ilhom hamda oilaviy baxt tilaymiz. Hurmatli Registon ayollari, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz.